18 yoshli ona 3 kunlik chaqalog'ini sotmoqchi bo'ldi. Maktab direktori o'quvchi qizga shilqimlik qilgan. Real Sanjik qamaladimi? Bloger Gonzo parda ortidagi haqiqatlarni ochiqlash uchun keldi. Xonanda Ozoda Nursaidova Azimpik ozdiruvchi qabul qilib, bundan aziyat chekkanligini tan oldi. Gulnora Karimovaning sudi boshlanyapti. U oqlanadimi? Koreyada o'lgan o'zbek qiz jinoyat yopti qilinyaptimi? Ozodbek Nazarbekov xonandalarni saviyasizlikda aybladi. Tramp esa Eron bo'yicha yangi qarorlarni e'lon qildi. Dunyo alg'ov-dalg'ov, voqealar shiddatli, vaqt esa shafqatsiz. Haftaning eng shov-shuvli voqealari, yopiq eshiklar ortidagi sirlar va ijtimoiy tarmoqlarni portlatgan xabarlar endi bir joyda jamlanadi. Bu siz kutgan, siz izlagan va nihoyat biz boshlagan informatsion shou. Biz shunchaki xabar bermaymiz. Biz voqealar markaziga kirib boramiz. Siyosatdagi keskin burilishlar, shou biznesdagi kutilmagan voqealar, xorijdagi hayratlanarli hodisalar, eksklyuziv intervyular va sport olamidagi yangiliklarning barchasi bizning nigohimizda. Bugundan boshlab har hafta yakunida markazda gaplashamiz. Buxoroda chaqalog'ini $4000 ga sotmoqchi bo'lgan 18 yoshli ayol ushlandi. Chaqaloq 3 kunlik bo'lgan. Ona bolasini narxlab, shartli xaridorga pullayotgan payti $800 ashyoviy dalil bilan qo'lga olingan. Holat bo'yicha odam savdosi moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Hozir aytilaverib ta'sir kuchi ham qolmayotgan kimdir tirnoqqa zorligi, kimdir farzand ko'rish uchun bor budini berishga tayyorligi, hatto dunyoning u chetidan bu chetiga shifo izlab borish haqida gapirib o'tirmaymiz. Bu voqeadan keyin shou biznes vakili serfarzand Shahlo Zoirova ham jim tura olmadi. Markazda gaplashamiz studiyasi Amirxon, assalomu alaykum. Voy jonim, keldi bag'rimga bosib kel. Bularni asalligini qaranglar, shirinligini qaranglar jonim. Xullas, men bo'lgan voqeani eshitib, oyoq qo'lim qaltirab ketdi. Men 4 ta farzandning onasi sifatida o'zimning fikrimni qoldirmoqchiman va bu qizni qilgan ishini oqlamoqchi emasman va qoralamoqchi ham emasman. Hamma xato qiladi. Azizlar, bu qiz yosh ekan. Va bu tug'ruq paytidagi jarayon, homiladorlik davri, undan oldingi otani bolasi bilan bo'lgan munosabati, bu qizni atrofini qurshab turgan muhit, ota-ona, qavm qarindoshlar, balki bu qiz qo'rqqan bo'lishi mumkin, unga podдержка yetishmagan bo'lishi mumkin, o'ziga ishonmagan bo'lishi mumkin, chunki bu qiz hali yosh, azizlar. Hozir ayni daqiqalarda bir emas ikkita insonning hayoti haqida gap ketyapti. Ya'ni ona bilan bola. Bu qizga biz ozgina bo'lsa ham podдержка qilib, to'g'ri yo'l ko'rsatib, qilgan xatolarni chiroyli tushuntirishimiz kerak. Aksincha bosim o'tkazaversak, negativ yozaversak, ertaga bu qiz o'zini kechira olmaydi. Qilgan ishini, shundoq ham xatosini tushunib turibdi. Buni hammamiz ko'rib turibmiz, bilib turibmiz. Ertaga bu qiz o'ziga bir narsa qilib qo'ysa, hech kim o'zini kechirmaydi. O'shaning uchun men bu qizdan ham iltimos qilgan bo'lardim va bu yoshdagi ko'plab yoshlardan iltimos qilgan bo'lardim. His-tuyg'ularga berilmang. Oila bu muqaddas. Farzand esa Alloh tomonidan beriladigan bir oliy ne'mat. Uni boqish, ularning quvonchiga sherik bo'lish, ularni katta qilish bizdek ota-onalarning zimmasida. Ma'lumot o'rnida 2025-yilda O'zbekistonda odam savdosi bilan bog'liq 177 ta holat kuzatilgan. Asosan 3 ta yo'nalishda: shahvoniy, ekspluatatsiya, ya'ni fohishalikka majburlash yoki shu maqsadda odam sotish, mehnat ekspluatatsiyasi hamda chaqaloq savdosi. 2026-yilning yanvar-mart oylarining o'zida odam savdosi bilan bog'liq 57 ta holat aniqlangan. Tushunyapsizmi? Statistika qo'rqinchli darajada. Yana bir dahshatli holat ham bu haftada sodir bo'ldi. O'rta Chirchiqda maktab direktori o'quvchisiga shilqimlik qildi. U o'zi rahbarlik qiladigan ta'lim dargohining o'quvchisiga uyatli SMS'lar yozgan. Tasavvur qilyapsizmi?
farzandi qatordagi bolaga, yana rahbar lavozimidagi shaxs oliy ma'lumotli degani bu juda ziyoli degani emasligi yana bir marta isbotini topdi. Eng kulgili jihati, sudda u bu ishini tarbiyaviy maqsadda qilganini aytib, pushaymonligini bildirgan. Uyatsiz SMS yozib, uni tarbiyaviy maqsadda deyish uchun qanday aqlli bo'lish kerak? Unga belgilangan jazo esa bahslarga sabab bo'ldi. Sud qaroriga ko'ra, u ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli moddasiga asosan aybdor deb topildi. 5 sutka ma'muriy qamoq jazosini olgan. Bu jazo yetarlimi degan savol doim aktual. Ustozdek katta maqomga erishgan bu kimsaning qiliqlariga o'zi ham dars beradigan O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti o'qituvchisi, Ilhom teatri aktrisasi Nigora Karimboyeva ham o'z munosabatini bildirdi. Assalomu alaykum. Bu mavzuni ko'targaningizdan juda ham xursandman, chunki biz ota-onalar farzandlarimizni maktabga, bog'chaga, institutga jo'natayotganimizda xayolimizda umuman boshqa narsalar bo'lishi kerak. Ularni bilimi, ularni qanday tutishi, qanday kitob o'qiyotgani, intizomi haqida o'ylashimiz mumkin. Lekin o'qituvchilar, direktor, zauch, o'sha yerdagi personal o'zini qanday tutishi bu bizning ishimiz emas aslida. Har bir personal ishga olinayotganda psixologik testdan o'tish kerak. Qanaqasi bu birovni farzandiga boshqacha ko'z bilan qarash? Men buni miyamga ham sig'dira olmayman. Necha yildan buyon institutda dars beraman, lekin bizning institutda bunday voqealar hech qachon ro'y bermaganidan juda ham xursandman. Chunki talabalar ham har xil bo'ladi. Ular voyaga yetayotganda boshqacha bir xayollarga borishi mumkin, boshqacha xayolda o'qituvchi bilan gaplashishi mumkin, lekin buni o'z o'rnida to'xtatish, o'z o'rnida ularga tanbeh berish, o'z o'rnida tarbiyaviy soatlar o'tkazish menimcha har bir o'qituvchini qo'lidan keladi. Lekin bog'chada va maktabda bu umuman boshqa masala. U yerda bolalar hali nima istashayotganini, hayotda ularni nima kutayotganini bilmasligi mumkin. Bog'chalarda yoki boshlang'ich sinflarda o'quvchilar, hattoki ba'zi o'quvchilar o'zini tanasi bilan yaqindan tanish emas, chunki qaysidir ota-ona tushuntiradi, qaysidir ota-ona tushuntirmaydi. Shuning uchun iltimos, hurmatli ota-onalar, maktabga, bog'chaga ketayotgan farzandingizga sani taning, bu saniki, uni hech kim tegishi mumkin emas. Qo'lini umuman olganda senga yaqinlashishi mumkin emas, qo'lini tekqizishi mumkin emas. Agarda kimdir seni xafa qilsa, senga qo'l tekkizsa, yaxshi ma'noda bo'lsa ham, o'pich olsa, bo'sa olsa, albatta ota-onangga kelib ayt bolam deb tushuntiring buni. Chunki bizni bolalar qo'rqadi. O'sha mudhish insonlar, o'sha axloqsiz insonlar ularga ota-onangga aytsang xafa qilaman yoki ota-onangga aytsang senga ziyon yetkazaman deb qo'rqitish mumkin. Iltimos, hurmatli ota-onalar, ogoh bo'laylik. Bog'chadagi kameralarda, maktabdagi kameralarda bo'layotgan voqealarni kuzatishimiz mumkin-ku hozir. Pedofillar mavzusi nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda eng og'riqli muammoga allaqachon aylanib ulgurgan. Qirg'izistonda ham 7 yoshli qizchani zo'rlashga uringan erkak ushlandi. Holat Akbosogo turar joy massivida sodir bo'lgan. Hududda yashovchi mahalliy aholi vakillari uni bog'lab qo'yishgan. Voqea joyiga militsiya xodimlari yetib borgan. 24 yoshli gumondor vaqtincha saqlash hibsxonasiga joylashtirilgan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. 1-May tumani Ichki ishlar boshqarmasi va jabrlanuvchi qizning oila a'zolari ushbu jinoyatning oldini olishga yordam bergan fuqarolarga minnatdorlik bildirgan. O'zbekistonlik ona esa farzandining o'limi bilan bog'liq vaziyatga aniqlik kiritish uchun hammadan yordam so'ramoqda. Gap shundaki, Janubiy Koreyaga ishlash maqsadida ketgan o'zbekistonlik 26 yoshli ayol o'z uyida o'lik holda topilgan. Ko'pchilik ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari uning o'z joniga qasd qilganini aytmoqda. Biroq Nozimaning tanasidagi jismoniy zarbalar oqibatida olgan og'ir jarohatlar holatga yanada shubha uyg'otgan. Marhuma ayolning onasiga ko'ra, u qizining o'limi haqidagi xabarni 2026-yil 4-fevral kuni ertalab olgan. Shuningdek, ona qizi o'zini osib o'ldirgani haqidagi ma'lumotlarga ishonmasligini aytmoqda. U bizga ham video murojaat yo'lladi. Assalomu alaykum, Amirxon Umarov. Men Koreyadan jasadi kelgan Nozimaning onasi bo'laman. Alimbekova Feruza. 14-da men qizimni kutib oldim.
jasadini va uyga kelganda ochganimizda biz har xil o'sha qo'lida yuzlari burni singani, ko'zlarini ko'karish, qo'llaridagi ko'karishlarni ko'rdik. Lekin 11 kun bo'lib ketganiga уже yerga qo'yildi. Hozirgi kunda Koreyadaman. Posolstvodagi Qudratillo degan inson chaqirdi meni. O'sha inson chaqirdi, tayyor keling deb chaqirdi, lekin kelganimda menga sud-med ekspertizani qo'limga taqdim qilishmadi. Tayyor deyishyapti, lekin qo'limga hech narsa bermadi. 13-aprel kuni kelganman. Mana hozirgi kungacha hali qo'limga hech narsa ololganim yo'q. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi mazkur holat mamlakatimiz elchixonasi tomonidan nazoratga olingani, diplomatik vakolatxona marhumaning vafotiga oydinlik kiritish bo'yicha Koreya politsiyasi bilan hamkorlikni davom ettirayotganini ma'lum qildi. So'nggi vaqtlarda o'zbekistonlik ayollar va ularning chet eldagi o'limi bilan bog'liq vaziyatlar ko'p kuzatilyapti. Misol uchun, Turkiyada 2 o'zbekistonlik erkak tomonidan o'ldirilgan va murdalari maydalanib, chimadanda axlat qutisiga tashlangan ayollar fojiasini eslash mumkin. Va bu haftada Turkiyadagi yana bir o'zbekistonlik ayol muhokama markaziga chiqdi. Rajab Onder ismli 56 yoshli erkak o'zbekistonlik 36 yoshli ayol bilan ishqiy munosabatda bo'lib, undan 20 ming AQSh dollarini aldov yo'li bilan olib O'zbekistonga qochib ketganini aytib chiqqan edi. Ayol bu ayblovlarni inkor qilib, erkak pul bergan bo'lsa ham buni o'z xohishi bilan qilganini aytdi. Ayolning so'zlariga ko'ra, u Rajabga ko'ngil qo'ygan, biroq keyinchalik bolasidan so'kkani, qo'pol munosabatda bo'lgani uchun aloqasini uzgan. Kendi gönderdi. Bende zapisleri de var. O zaman kaydettim. Bahacığım, senin ablana parayı göndermek için bir numara gerekmiyor mu? Tamam da beni Ya kim verdi ya senin ablanın banka Ablamın hesabını? pasaportunu ben attım. Ya niye attı? Doğum gününde dedi ben sana da para göndereceğim. Tamam dedim. Ablamın pasaportunu kendim attım. 200 Tamam, dolar senin para abla- gönderdim. Xo'sh, siz nima deb o'ylaysiz? Ishlash maqsadida chet elga borgan o'zbek ayollar atrofidagi jinoyatlarga munosabatingiz qanday? Izohlarda yozib qoldiring. O'zbek ayollari va chet eldagi jinoyatlar haqida gap ketganda eng shov-shuvli vaziyatlardan biri Gulnora Karimova ko'pchilikni xayolga kelishi mumkin. Chunki bu haftada aynan mana shu O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga oid pul yuvish va boshqa jinoyatlarga oid sud ishi boshlanishi ma'lum qilindi. Jarayon 27-aprel kuni Shveysariya sudida bo'lib o'tadi. Bu voqea qariyb 20 yil avval boshlangan. Shveysariya bosh prokuraturasi davosiga ko'ra, Karimova O'zbekiston bozoriga kirmoqchi bo'lgan telekommunikatsiya kompaniyalaridan pora undirish bilan shug'ullanuvchi idora The Office deb nomlangan keng tarmoq tuzganlikda ayblanmoqda. Ushbu tarmoq ko'p yillar davomida faoliyat yuritgani aytiladi. Nima uchun ish bunchalik uzoq davom etmoqda? Asosiy faktlar murakkab bo'lgani kabi, jarayonning borishi ham g'ayritabiiy bo'lgan. Ayniqsa, ishning davomiyligi hayratlanarli. Asosiy voqealar 2008-yilga borib taqaladi. Shveysariya jinoyat adliya tarixida birinchi marta federal jinoyat sudi so'roq o'tkazish uchun xorijga safar qilgan. Yillar davomida ishning ikki yo'nalishi turli prokurorlar tomonidan alohida olib borilgan. Faqat 2025-yil may oyida tergov boshlangandan 10 yildan ko'proq vaqt o'tgach, Shveysariya federal jinoyat sudi bosh prokuraturaning pozitsiyasiga zid ravishda ikki ishni birlashtirishga qaror qilgan, chunki ular bir xil faktlarga asoslangan. Sud majlisi joriy yilning 27-apreliga belgilangan. Korrupsiya, pora, davlat pulini o'zlashtirish kabi ishlar keng jamoatchilik tomonidan hozir keskin tanqid qilinayotgani, ko'pchilik bu haqda baralla gapirilayotgani hech kimga sir emas. Bu haftada ham jamoatchilik nazorati o'z kuchini ko'rsatdi. Urbanizatsiya va uy-joy bozorini barqaror rivojlantirish Milliy qo'mitasining raisi Sherzod Qudbiyev ommaviy tadbirlardan biriga 50 ming AQSh dollarga baholanayotgan soat taqib borgani keng muhokama qilindi. Vaziyat shov-shuv bo'lgach, jurnalist Ilyos Safarov bu kabi vaziyatlarga muhokama markazida turgan shaxs munosabat bildirmas ekan, u shubha va gumon ostida qolaverishni yozib chiqdi. Natijada Qutbiyev izoh berib, video murojaat yo'lladi. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, hurmatli blogerlar. Mana oxirgi bir haftadan beri
bo'layotgan, men bilan bog'liq bo'layotgan muhokamalarga o'zim vaqtida javob bera olmadim. Endi avvalambor ishimiz, keyin o'zimizga ham katta stress bo'ldi bu. Lekin mana Ilyos akam Safarov bir post chiqaribdilar, tahlil, tanqid. Lekin mening fikrimcha juda o'rinli bo'lgan va shuning uchun qaror qildim. Mana hozir o'zim sal ishlarni tugatib, yakshanbaligidan foydalanib bo'shroq bo'lib, juda mening fikrimcha tahlil va tanqid o'rinli. Birinchi navbatda juda to'g'ri, bu soat menga juda qadrli soat, ko'p narsani eslatadi. Lekin qanday bo'lishidan qat'iy nazar davlat xizmatchisi avvalambor bo'lishi kerak kamtar. Shuning uchun ayniqsa yig'ilishlarda, bunday uchrashuvlarda o'zini mana shu davlat xizmatchisini etikasiga qat'iy rioya qilib, menimcha o'sha eng avvalambor kamtarlik bilan o'zini xizmatchi bo'lganligini yana bir bor ko'rsatib borish kerak. Amaldorlar tanqidga uchragan payti bu vaziyatga izoh berishi doim ham kuzatiladigan voqelik emas. Shu sabab bu voqea ro'y berishida o'z posti bilan alohida rol o'ynagan Ilyos Safarov bilan ham bog'landik. Men eshitishim bo'yicha Sherzod Kudbiyevga bu soat otasidan yodgorlik sifatida qolgan bo'lishi mumkin. Kudbiyev ayni meni postimga javob o'laroq o'zini munosabatini chiqardi. Ochiqni aytaman, Kudbiyevni chiqishidan to'la ko'nglim to'lmadi. U yerda asosiy masala soat qayerdan kelgani, qanchaga olingani masalasida javob yo'q, javob berilmagan. Ma'lum ma'noda o'sha jamoatchilikka yuzlanish kabi masalalar borligini e'tirof etish kerak. Bu javob aynan meni postimga javoban qilingani turli muhokamalarni keltirib chiqardi. Va mana shunday muhokamalarning orasida afsuski meni qandaydir nima deydi, korrupsiyada ayblagan, Kudbiyev bilan yaqinlikda ayblaganlarim bo'ldiki, va mana shunday fikr egalariga aytmoqchimanki, aynan postimda keltirilgan o'sha Kudbiyevga otasidan qolgan bo'lishi mumkin ekan degan ikki qatorli o'sha qismni xuddi men kabi boshqa jurnalistlar ham eshitgandi. Hamma guvoh bo'lgan mana shu javobga va faqat postni men yozdim. Shunaqa bo'lgan taqdirda ham buni aytish kerak degan. Va Kudbiyev meni postimdan nima deydi, ilhom oldi deymizmi, majburiyat his qildi deymizmi, va mana shu postimni belgilagan va ismimni keltirgan holda o'zini javobini bergani har xil muhokamalarga sabab bo'lyapti. Lekin ochiqni aytish kerak, to'g'risini aytish kerak. Bunday shubhalar, bunday munosabatlar umuman noto'g'ri. Jamoatchilik bu ishni qisman olqishladi. Ayrimlar esa javob to'liq bo'lmagani, soat qayerdan kelgani va nima uchun qadrli ekani tushunarsiz bo'lganini aytdi. Ammo oradan vaqt o'tishi bilan yana hamma bu vaziyatni unutdi. Biroq tez-tez muhokama markaziga chiqib turuvchi Toshkent viloyati hokimi Zoir Mirzayevning yig'ilishda aytgan gaplari ommalashdi. U ayrim amaldorlarga ishdan ketsa qanchalik qiyin bo'lishi haqida gapirgan. Ko'p aytadi. Ishlab turgan joyidan norozi bo'lgan odam 4-5 kundan keyin boya lavozimdan ketganlarga o'xshab hozir mana boshqa lavozimdan ketib ko'chada bekor qolgan. O'zingni idarangni bir haftadan keyin o'sha fuqaroga o'xshab eshigini oldiga navbatga turasan, boshliqqa kirish uchun yoki bitta bo'lim boshiga kirish uchun navbat turasanda, ko'zingni oldidan odamlarni mensimasdan qilgan harakating, oyog'ing yerdan uzilgan narsa lentaday o'tadi, lekin u payt kech bo'ladi. Hokimlik faoliyati haqida gap ketganida bu hafta e'tibor markaziga tushgan Volga avtomobiliga ham to'xtalamiz. 23-aprel kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumaniga tashrif buyurdi. Tashrif davomida Shavkat Mirziyoyevning tuman hokimi bo'lib ishlagan paytdagi xizmat avtomobili namoyish etildi. O'zbekiston Prezidenti Volga rusumli ushbu avtomobildan 1992-1996 yillarda poytaxtning Mirzo Ulug'bek tumaniga hokimlik qilganda foydalangan. Hozirda u eksponat sifatida saqlanyapti.
Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning farmoniga binoan yosh oilalarga uy-joy sotib olish bo'yicha imtiyoz beriladi. To'lovning bir qismini davlat qoplab beradi. O'zbekistonda 2027-yil 1-yanvardan uy-joyga muhtoj yosh oilalarga birlamchi bozordan xonadon sotib olish uchun ipoteka kreditlarini ajratish yo'lga qo'yiladi. Bu dastur 20-aprel kuni qabul qilingan. Yangi O'zbekiston yoshlari 2030 strategiyasini tasdiqlash hamda yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni doirasida amalga oshiriladi. Eng muhim jihati, kredit foizning Markaziy bank stavkasidan oshgan qismi davlat tomonidan qoplab beriladi. Biroq ushbu imkoniyatdan foydalanish uchun ariza beruvchi hamda uning turmush o'rtog'i 30 yoshdan oshmagan va oxirgi 3 yilda ularning nomiga uy olinmagan bo'lishi kerak. Uy-joy haqida gap ketganda O'zbekistonda shov-shuv bo'lgan va ayni paytda sud jarayoni bo'lib o'tayotgan Real Sanjik voqeasiga ham to'xtalib o'tishimiz kerak. Uyni qaytarib berib, o'zim 240 ming dollar jabr olishga tayyorman. 200 bular hayotiy qilgan xatosiga men pul to'lashga tayyorman. Avval qisman eslatib o'taman. Real Sanjik bilan bog'liq boshqa ish omma e'tiboriga tushgan edi. Ya'ni 2024-yilning avgust oyida 1997-yilda tug'ilgan yigit 1999-yilda tug'ilgan qizga uylanishini aytib, uning ishonchiga kirgan, biroq to'ydan avval muammolari borligi uchun uning uyini garovga qo'yib turishini, muammolari hal bo'lgach unga uylanishini aytib, aldov yo'li bilan uyni boshqa fuqaroga, ya'ni bloger va biznesmen Real Sanjikka 240 ming dollarga sotib yuborgan. Hammasi mana shundan boshlangan. Keyinchalik esa Sanjarning topishmoqqa aylangan kuyov va uning onasiga tahdid qilgan haqidagi audiolar tarqaldi. Ayni paytda Sanjar Karimov 3 ta ish bilan ayblanmoqda. Bular o'ldirish yoki zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitish, firibgarlik yo'li bilan moddiy boylik orttirish va giyohvand vositalarning iste'moli hamda savdosi bilan bog'liq. Bugun biz aynan mana shu voqealarda muhim figura bo'lgan Gonzo bloger Geydar Aliyevni mana shu studiyaga taklif qildik. Studiyamizda Geydar Aliyev, uni bloger Gonzo sifatida ko'pchilik taniydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Nima uchun bu libosni tanladingiz bugungi suhbatga? Chunki hammasi doti Gonzo prokuror, ozgina takoy fitna bo'lyapti, tipa men prokuror o'xshagan odamman. Lekin bu kim уже pasha o'xshagan odamga qilganman. Shunaqa odam bo'lgan Enver Pasha, Abdulhamid ikkinchisini yordamchisi. Chunki men har doim haq tomondaman. Bu yangi kiyim oldim, чтобы ozgina как бы успокоить людей, что men prokuror emas. Siz poshshosiz, haqiqat tomonda. Da, men pashaman. Просто tavsiya beraman. Haqiqat aytaman. Siz o'zi fikri уже qilasiz. Tushunarli. Chiqadi-da. Okey, mana shu yerda bitta savol tug'iladi. Mana hozir siz Sanjar Karimov va o'sha Jamila Olimjonova masalasini juda keng yoritdingiz va sizni o'sha bloklaringizdan keyin ko'pchilik bu mavzu bilan yanada ko'proq qiziqdi. Men shunday, biror bir mavzuni o'rganib berish va sizni sahifalaringizda yoritish xizmat haqqi qanaqa? Shu xizmat uchun pul olmayman, umuman savob uchun qilganman, bu bir. Ikkinchi, men Sanjik taniyman, lekin bu ikkinchi qiz tanimaganman. Prosta stream o'tirgan paytida odamlar mendan savol berdi, nima bo'lgan, qanaqa bo'lgan, chunki men prokuror-ku. Hammasi tipa bilish kerak. Men dedim shunaqa bo'lgan, 1 minutga bu Reels konkretno 2-3 million prosmotr olgan. Keyin deyapti, Gonzo prokuror shu tema aralashish kerak, haqiqat aytish kerak odamlarga, xalqqa. Keyin qirdim shu qizga, chunki men shu Reels ko'rdim, lekin 20 minut ko'rmaysiz-ku, sразу prolistni qilasiz. Keyin direkt ochaman, u menga yozyapti, yordam bering, tuda, men sizga Jamilada, chunki men dedim, tipa Sanjar tomonda. Chunki tam notarialniy qog'oz bor, men bilmagan-ku hammasi detallar. Lekin menga Jamil yozyapti, "Yo'q, shunaqa bo'lmagan, bu официальный apres bu odam, aferist" как бы. Keyin men dedim, "Mayli, men kafe bor bizda, bufetga kel, gaplashamiz." Keyin Sanjiga normalniy gapirdim. Bir marta u deyapti, "Короче, sen hech kim emassan, bloger, chafqish, u zapis qilma, krissa o'xshagan,
kalamush oji menga qara doma san sharshanetga zapis bo'yicha gapiryapsanmi o'zi otadan raspiska olgan-ku san kimsan o'zi keyin уже janjal bo'lib ketdi chunki oldinda bitta urush уже bo'lgan что man isbotlab berdim что u munofiq odamda. Sanjar Karimovni va umuman mana shu mavzuni o'rganish doirasida ana shu insonni juda qattiq obro'sizlantirdingiz. Juda ko'p haqoratli so'zlar bo'ldi va haqorat emas lekin. Menda 83 statya bor, oqlanish. U menga заявление yozdi. Haqorat uchun, tuhmat uchun. Aha. Go'da kiberodel meni qidiruv bergan, tuda-suda. Chunki men bilaman, Sanjar konkretni nimadir qilgan. Просто tak odamlar kelmaydi. No lekin keyin menda постановление qaror bor 83 bilan. Chunki men unga haqorat qilmaganman. Nima vakolatingiz bor umuman mana shunaqa kimdir jinoyatini yoki qaysidir qoidabuzarligini o'rganishga sizga kimdir ruxsat berganmi yoki kimdir sizni qo'llab-quvvatlaydimi? Yo'q. Ne? Просто menga odamlar Maqsad nima bundan? Menda как бы portalda bor. Odamlar yozadi. Men ko'raman где-то 10 ta odam bitta mavzu bo'yicha yozyapti. Izuchat qilaman. Просто Instagramga qo'yaman. Chunki отзыв bor-ku. Odamlar so'rayapti. A bu odamlarga mani отзыв. Kuni kecha bo'lib o'tgan sud jarayoniga sizni sud jarayonidan chiqarib yuborishdi. Nima uchun? Doti, короче, chiq. Mana nimaga? Ruscha aytasizmi? A bizda sud o'zbek tilida. A u hozir 30 minut ruscha gapirgan-ku, men tushunmadim, kimdir tushuntirib beradimi? Keyin tushuntirib beradi. Chiqdim. No, menimcha uni hadataysi aytgan edi, что я давление qo'yaman sudga. Tushunarli, sudni adolatli hukmiga shubhangiz bormi? Men просто ozgina сомнение bor, chunki meni chiqarib mana udalit qildi. И videosyomkaga запрет qo'ydi. Nima uchun? Mana shu mavzuni o'rgandingiz, mana shu jarayonlarni yoritdingiz ijtimoiy tarmoqda, sud jarayonida ishtirok etdingiz, oxirgisida chiqarib yuborishda maqsad nima edi va maqsadingizga erishdingizmi? Meni maqsad bo'lgan uni haqiqiy yuz ko'rishga. Потому что u internetda boyvachchilik. Hozir uni реально его reputatsiya, uni reputatsiya $250 ming turadi ekan. Lekin Rolls-Royce tipi $1 million. Bu чтобы odamlar juda ko'p. Maqsadingiz uni qamatishmidi, obro'sizlantirishmidi? Yo'q, ko'rsatdim kim u o'zi. Jamilani oilasida kayfiyat yaxshimi hozir? Ну, oxiri sudda normal o'tirgan Muhammad Amin, Shahlo, Tamila. Faqat shu akasi ko'rmayman. Hech qachon bir marta ko'rganman. Oilasida kayfiyat yaxshi, uy qaytyapti ularga. Вроде бы da oxiri sudda men bo'lmagan-ku. No, lekin eshitganman diktafon bo'yicha. U dedi notarius chaqiramiz sudga, 1 so'mga sizga oldi sotish shartnoma qilamiz. Taxtdan yechish kerakmi? Shunaqa. Sizga katta rahmat. Sizga rahmat uchun jarayonlarni yana kuzatishda davom etamiz. Firibgarlik sabab to'xtab qolgan to'ydan real to'yga o'tamiz. Juda ko'pchilikning sevimli xonandasi Shahzoda o'g'lini uylantirdi. Shahzodaning to'ng'ich o'g'li Salih Yoriy va kelin Xushnozaning nikoh oqshomi poytaxtimizdagi Trilliant mehmonxonasida bo'lib o'tdi. Eksklyuziv ma'lumotlarni esa biz sizga e'lon qilamiz. Ma'lumotlarga ko'ra 2 yosh bir-birini topishi sovchilik orqali hal bo'lgan. Aniqrog'i, Shahzodaning dugonasi xonandaga jiyanni taklif qilgan. Ilk tanishuv ijtimoiy tarmoq orqali bo'lgan. O'sha vaqt kuyov Toshkentda, kelin esa Pragada iqtisodiyot yo'nalishida tahsil olayotgan bo'lgan. Salih Yoriy xorijning O'zbekistondagi filiali Gazpromda faoliyat yuritadi. To'y kuni Shahzoda kelini va o'g'liga tilla taqinchoq sovg'a qilgan. Xonandaning kenja o'g'li biz bilgan o'sha Chiko esa Shvetsariyaga asal oyiga sayohat yo'llanmasini sovg'a qilgan. Ozoda Nursaidova ham turmushga chiqyapti. Uning kelinlik libosida tushgan suratlari ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Aslida bir necha soatda turli taxminlarga sabab bo'lgan bu tasvirlar xonandaning yangi klipidan olingani aniqlandi. Tushunganingizdek, to'y haqidagi gaplar navbatdagi mish-mish xolos. Ammo O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ozoda Nursaidovaning ancha shov-shuvli intervyusi kecha e'lon qilindi. U prodyuser Davron Muqimovning YouTube platformasidagi shaxsiy chegara loyihasiga intervyu bergan. Suhbat davomida xonanda o'z hayotidagi
turli murakkab va ochiq mavzularga to'xtaldi. Jumladan, u vazn tashlash maqsadida Ozempic preparatidan foydalangani va bu uning sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatganini ochiq tan oldi. Shuningdek, o'zining o'tmishdagi ayrim qarorlar haqida gapirib, hatto yemagan somsasi uchun ham pul to'lagan vaziyatlarni esladi. Suhbatda xonanda shaxsiy hayotiga ham to'xtalib, atrofida yigitlar bo'lganini, biroq bu borada hech kim unga savol qo'ymasligi kerakligini qat'iy ta'kidladi. U ayniqsa Alfons deb ataladigan erkaklarga nisbatan keskin salbiy munosabatini bildirib o'tdi. Bundan tashqari Ozoda Nursaidova 15 yillik tanaffusdan so'ng yana davlat tadbirlarida ishtirok eta boshlaganini aytib, bu jarayonda qanday his-tuyg'ularni boshdan kechirayotganini ham ulashdi. U onasini qanchalik rozi qilganini, oilaviy qadriyatlar va katta farzand sifatida boshidan o'tkazgan ruhiy kechinmalari, travmalar haqida ham dangal gapirdi. Yaqindan boshlab naqd pulga savdo qilish to'xtatilgan ayrim mahsulotlar yana naqd pulga sotilishi mumkin. Faqat bu gaz va benzinga aloqador emas. Avtomobillarga yonilg'i va gaz quyish shoxobchalarida naqd pulga savdo qilinmayotganidan xabaringiz bor. Joriy yilning 1-apreldan boshlab spirtli ichimliklar va tamaki mahsulotlari ham faqat plastik karta yoki elektron to'lov tizimlari orqali sotilayotgan edi, ammo endi ular yana naqd pulga sotilishi mumkin. Bu haqda 21-aprel kuni Soliq qo'mitasi raisi Farruh Po'latov ma'lum qilgan. Ochiq muloqot davomida tadbirkor alkogol mahsulotlarini sotishda xorijliklar bilan muammolar yuzaga kelayotganini aytgan. Shundan so'ng Po'latov bu masala bo'yicha ishlar olib borilayotgani va tez orada hammasi o'z joyiga tushishini bildirib o'tgan. Alkogol mahsulotlarini faqat biznalga sotish biza turistlar bilan juda ham qattiq qiynalamiz. Bu biz aybimiz. Ushenamiz. Bu bo'yicha ishlayapmiz, yaqin kunlarda yechim beramiz. To'g'rilab beramiz. Hozir buni nimaga kiritganmiz? Kerakli instansiyalarga kiritganmiz. Ya'ni oshxonalarda va gastinisalarda spirtnoy bilan birgalikda sotiladigan bo'lsa, spirtnoyga alohida pul to'layapti, karta orqali, oshxonasiga naqd pul to'layapti. Mana shu narsani ikkosida ham, bunisida ham ishlaydigan qilib ochib beramiz. Uning qo'shimcha qilishicha, mazkur tartibga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish bo'yicha hujjat loyihasi ishlab chiqilgan bo'lib, hozirda tegishli idoralar bilan bu masala bo'yicha kelishilmoqda. Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov bu haftani yondirib berdi. Muhokama markazida turgan holatlarga munosabat berish orqali. Avvalroq xonandalar soliq to'lash mavzusida deyarli hamma gapirib chiqqandi, hatto noliganlar ham bor edi. Xalq vakillari esa xalq artisti bo'lishga intiladiganlar nega xalq bilan bir xil soliqni to'lamasligi kerak deb e'tiroz qilgandi. Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov 21-aprel kuni Turkiston Saran saroyida bo'lib o'tgan ochiq muloqot chog'ida mazkur loyiha yuzasidan fikr bildirib, ayrim san'atkorlar savodsiz ekanini aytdi. Birinchidan u loyiha tasdiqlangani yo'q, birinchi navbatda. Va umuman mana shu band o'rtaga chiqqanda ham juda ko'p san'atkorlar yuzini ko'rsatib qo'ydi kimliginiki, birinchidan savodsizligini ko'rsatib qo'ydi. Umuman soliq haqida hech qanaqa bilimga ega emasligini ko'rsatib qo'ydi. San'atkorlar to'layapti soliq hozir, to'lamayapti degan gap chiqib qoldi o'rtaga. Ma'lum bo'lishicha, san'at vakillari yaqinda prezident bilan muloqot qiladi. Vazir Ozodbek Nazarbekov ushbu uchrashuv avvaldan san'atkorlar bilan yig'ilish o'tkazdi. Ularning takliflarini eshitdi. Kun.uz saytining ma'lum qilishicha, yig'ilishda san'at vakillaridan kelgusida prezident stolga qo'ysa bo'ladigan takliflar so'raldi. Soliq ma'muriyatchiligi, konsertlardan to'lanadigan soliq, xalqaro doirada konsertlar berish va gastrollar, madaniyat markazlari faoliyati, vazirlikning alohida telekanalini ochish va shu kabi fikrlar o'rtaga tashlandi. Qolaversa, jurnalistlar vazirga so'nggi payt salbiy qabul qilingan va muhokama markaziga chiqqan bashkana qo'shiqlar bo'yicha savol berishgan. Qaymoq va dutor haqidagi musiqa va so'zlar birikmasini siz ham tinglagan bo'lsangiz kerak. Biz bir narsaga kelishib olaylik-da. Biz umuman modomiki biz demokratik jamiyat qurmoqchi ekanmiz. Demak, demokratik jamiyat degani bu erkinlik ustiga quriladigan jamiyat bo'ladi. Bu jamiyat, xo'p, ana o'sha erkinlikni talab qilayotgan jamiyat avvalo o'zi tayyormi ertaga mana shu narsalarga degan savol chiqadi. O'zi tayyormi?
ya'ni agar erkinlik desa kechirasizlar, ertaga toqat qilishinglar kerak boshqa tomonlariga ham marhamat qilib. Farzandingizni rus bog'chasiga bersangiz, uning fikrlashi ham ruscha bo'lib qoladi. Bu haqda xalq artisti Gavhar Zokirova ogohlantirish bilan chiqdi. Aktrisa til nafaqat muloqot vositasi, balki fikrlash tarzi ekanini aytib, o'zbek bolalarida milliy o'zlikdan uzilish xavfi borligini, buni o'z boshidan o'tkazganini aytdi. Balkim bilmadim. Ko'plar hozir masalan bolalarni rus maktabga beradi va ko'p onalarni ko'raman, rus maktabga berdim deb xursand bo'lishadi. Men aytamanki, mayli bu sizning xohishingiz, men hech narsa e'tiroz bildira olmayman, lekin bitta narsani unutyapsizki, bu bola ruscha fikrlaydigan bo'ladi. Men boshimdan o'tkazganman bu narsani, ancha qiynalganman. Bu qiyin jarayon. Keyin yana o'zini nimasiga qaytish va u o'zbek adabiyotini bilmaydi. Bolalar bilan bog'liq yana bir jiddiy xavf e'lon qilindi. O'zbekistonda joriy yil boshidan buyon meningit bilan kasallangan bolalar ko'paygan. Infeksiya bilan bog'liq 174 ta holatning 168 tasi bolalar bilan bog'liq. Bu haqda Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi xabar berdi. Shu munosabat bilan aholi, ayniqsa bolalar orasida ushbu infeksiya keng tarqalishini oldini olish maqsadida 8024 doza vaksina xarid qilinib, bemorlar bilan muloqotda bo'lgan 4862 nafar fuqaro emlash bilan qamrab olingan. Bu kasallikning oxiri o'lim bilan tugashi mumkinligi uchun xavflidir, ammo ko'chalarda bugun faqat mikroblar emas, odamsimon maxluqlar ham rulga o'tirgan holda katta xavflarni keltirib chiqaryapti. Yuzlab insonlarning o'limiga sabab bo'lgan qoidabuzarlar soni ortgani haqiqat. Buni yaqinda e'lon qilingan statistika isbotladi. O'zbekistonda 1-apreldan kamera va radarlar qoidabuzarliklar uchun jarima ballar yozishni boshlagan edi. Shundan buyon 20 kun ichida 22638 nafar haydovchi 5 balldan to'plab ulgurgan. Shuningdek, hozirga qadar 3 nafar haydovchida 10 balldan to'plangan. Ma'lumot uchun, 1 yil ichida 12 balldan ko'p yig'gan haydovchilar transport vositasini boshqarish huquqidan 6 oyga mahrum qilinadi va keyinchalik qayta imtihon topshirgandan so'ng yana haydovchilik huquqini qo'lga kiritishi mumkin. Tasavvur qilyapsizmi? 1 yil uchun maksimal 12 ball etib belgilangan, ammo ayrim shovvozlar 3 haftadayoq bu chegaraga yaqinlashgan. Hafta davomida Yaqin Sharqdagi keskinlik yangi bosqichga ko'tarildi. AQSh prezidenti Donald Tramp Eron iqtisodiyoti kuniga 500 million dollar yo'qotayotganini va tanazzul yoqasida ekanini iddao qilmoqda. Biroq real kuzatuvchilar aksini ko'rsatmoqda. Eron sanksiyalarni chetlab o'tib, neft eksportini davom ettirmoqda. Kamida 34 ta tanker AQSh blokadasini yorib o'tib, qariyb 1 milliard dollarlik neft manzilga yetkazgan. Qo'shimchasiga Eron tomonidan bo'g'ozdan o'tayotgan har bir barrel neft uchun $1 boj undirilmoqda. Eng qizig'i, AQSh nazoratdan qochish uchun to'lovlar bitcoin ko'rinishida talab qilinyapti. Bu esa Washingtonning dollar orqali o'rnatgan cheklovlarni samaradorlikdan mahrum etyapti. Donald Tramp esa kutilmagan bayonot berdi. U Eronga qarshi yadro qurolidan foydalanish ehtimolini mutlaqo rad etdi va buni ahmoqona deb atadi. Shunday bo'lsa-da, mintaqada urush boshlanish xavfi hamon yuqori. 22-aprel kuni esa Isroilning Livanga hujumi oqibatida kamida 5 kishi, jumladan 1 nafar jurnalist ham halok bo'ldi. Bu haqda Al Jazeera xabar berdi. Qayd etishicha, Isroil dastlab Livan janubidagi Attiri qishlog'idagi mashinaga dron bilan hujum qilgan. Oqibatda mashina ichidagi 2 kishi halok bo'lgan. Ushbu hujumni tasvirga olish maqsadida mahalliy Al-Axbar ommaviy axborot vositasida ishlovchi 2 jurnalist Amal Halil va Zaynab Faraj voqea joyiga yetib borgan. Isroil tomonidan o'sha qishloqdagi binoga qilingan keyingi havo hujumi oqibatida Zaynab Faraj yaralangan va u vayronalar ostida qolgan. Amal Halil esa keyinchalik voqea joyida o'lik holda topilgan. Ushbu xabarni ularning ish beruvchisi ham tasdiqlagan. Ma'lum qilishicha, Isroilning hujumlari davom etayotgani sababli
boshqaruvchilar jurnalistlarning oldiga uzoq vaqt bora olmagan. Keyinchalik Zaynab Faraj mahalliy shifoxonaga olib borilgan va uning ahvoli juda og'irligi va jarrohlik amaliyotiga muhtoj ekanligi aytilgan. Bu voqeadan 2 kun o'tib Isroil Livan yo'nalishida Donald Trump sa'y-harakatlari bilan o't ochishni to'xtatish rejimi yana 3 haftaga uzaytirildi. Oq uyda o'tgan uchrashuvlarda Hizbullohning harakatlari esa keskin qoralandi. Biroq diplomatik yutuqlar ortida dahshatli raqamlar yashiringan. So'nggi 2 oyda Isroil hujumlari oqibatida Livanda 2491 kishi halok bo'ldi. Endi sport sohasiga o'tamiz. O'zbekistondagi futbol klublariga davlat byudjetidan 35 milliard so'mdan pul beriladigan bo'ldi. Uning bir qismi berildi ham, lekin maosh to'lashda limit ham belgilab berildi. Unga ko'ra, bir kishiga 27 million so'mdan ko'p maosh berib bo'lmaydi. Bosh murabbiyning maoshi esa 10 million so'mga ham yetmas ekan. Kun.uz'ning yozishicha, bu talablar ba'zi klublarni shokka tushirdi. Hozir esa Angliyada tarix yozayotgan Abduqodir Husanov APL chempioni bo'lish mumkinligi haqidagi mavzuga o'tamiz. Dunyoning birinchi raqamli chempionati tugashiga 5 ta tur qolgan. Manchester City birinchi o'rinda oxirigacha davom etadimi? Bu mavzuda biz Setanta Sport O'zbekiston media menejeri Shuhrat bilan bog'lanamiz. Aytingchi, APLdagi jarayon, chempionlik masalasi qolaversa, Abduqodir Husanov o'yinlar haqida nima deya olasiz? Manchester City hozirda birinchi o'rinda, to'pla nisbati bo'yicha ochkolar deyarli bir xil bo'lsa, menimcha Cityda imkoniyat ko'proq. Chunki City oxirgi 5 ta turda o'sha yillar davomida chempion bo'lib kelgan tajribasini ko'rsatyapti. Arsenalga esa aynan shu tajriba yetishmayotgandek ko'rinadi. Chunki misol mavsumi oxirida aprel-may oylarida Arsenal har doimdek qanaqadir o'zini o'yinini yo'qotib qo'yadi. Sistematik muammodek ko'rinadi. Arsenal avgustdan beri birinchi o'ringa o'tdi turnir jadvali bo'yicha. Ana endi ikkinchi o'ringa tushib qoldi. Ya'ni o'zini pozitsiyasiga deyishadi ko'pchilik. Va bunga sabab o'tgan turlarda qilgan xatolar, muammolar ustida ishlanmaganini aynan Cityga qarshi o'yinda ko'rinib qoldi. Misol, Edgar jarohatdan qaytib asosiy tarkibga tushirishi va hokazo shunga o'xshash muammolar Cityga qarshi o'yinlarda ko'rinib qoldi va bu narsa natijada nima bo'ldi? City g'alaba qozondi, endi birinchi o'rinda. To'g'ri, APLda har xil narsa bo'lishi mumkin, Arsenal chempion bo'lib ketishi ham mumkin. Lekin menimcha baribir Cityda imkoniyat ko'proq. Bugun ko'rganlaringiz shunchaki haftaning xronikasi emas. Bu bizning bugunimiz. Vaqt o'tadi, voqealar o'zgaradi, lekin bizning nigohimiz o'zgarmas. Siz ko'rmayotgan, lekin ko'rishingiz shart bo'lgan nuqtalarda uchrashguncha xulosani har doimgidek o'zingizga qoldiramiz. Biz esa keyingi hafta aynan shu vaqtda voqealar markazida uchrashamiz. Ko'rishguncha